bolalarni qanaqa qilib tarbiyalaysizlar? Manda Instagramda bitta rolik chiqqan bolalar to'g'risida. Bolalarga necha pul sarflashimizni har oy. O'sha yerda juda ham ko'p kommentariyalar kelgan. Nimaga bolalaringiz xususiy maktabga boradi, undan keyin nimaga yana har xil krujoklarga berasizlar, nimaga repetitorlar kerak degan. Rosa hate qilishdi meni lekin. Javobini men o'ylaymanki, что bolalarga kichkinaligida bir 10 yoshgacha ularga maksimalniy vыбор berish kerak. То есть ular hamma narsani qilib ko'rish kerak, hamma narsani ko'rib ko'rish kerak. O'shandan keyin ular o'zi tanlasha oladi. Nima ularga yoqadi, nima yoqmaydi, nima o'xshaydi, nima o'xshamaydi. O'shanda o'xshaydigan narsalarni kuchaytirib, ularga yordam bersa bo'ladi. Yana bitta narsa borki, aytib bering anaqa to'g'risida. SNG bilan amerikanskiy sistemaning farqini. Misol uchun biz o'sha SSR paytda o'qigan odamlar yoki mana o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin yoki Rossiyada o'sha SNG davlatlarida hali ham odam o'qitayotganida hali xatolarni qiladi-da, ko'rsatib, qizil ruchka bilan ko'rsatadi, mana bu yerda xato qildim, mana bu yerda xato qildim deyshadi. Именно upor aksent xatolarda bo'ladi-da. Misol uchun o'sha Norvegiya, Skandinaviya davlatlarida ko'proq именно qilgan uspешный narsalar uchun, ya'ni muvaffaqiyatli qilgan narsalarga e'tibor berishadi. Ya'ni xato baribir ham bo'ladi. Faqatgina o'sha to'g'ri qilgan narsani ko'rib, o'sha narsani qaytarishga bola harakat qilish kerak deb o'ylaymiz. Mana upor, например, o'g'limda o'ris tili bilan qiyin, yaxshi bilmaydi. Bizani o'qituvchilar o'ris tilini потянуть qilish kerak, yordam berish kerak deyshadi. Lekin matematikasi yaxshi. Hech kim mana o'ris tili yomon, o'ris tili repetitor olib beringlar deyshadi-da, lekin hech kim matematikasi zo'r, matematika repetitorini olib beringlar, undan ham kuchliroq bo'lib ketsin demaydi. Shu-da faqat farqi. Baribir ham O'zbekistonda ham, Rossiyada ham biz o'xshamaydigan fanlarga yordam berishga harakat qilamiz, lekin o'xshamayotgan fanlarga ko'proq vaqt, ko'proq kuch ajratishga harakat qilmaymiz. Bolalarimizni kuchli tomonlarini undan ham ko'proq развивать qilishga qaror qilmaymiz nimagadir.